Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. 2025-yil 8-sentabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 570 sonli qaroriga muvofiq elektron retsept bo'yicha dori vositalarini tayinlash va berish tartibi tasdiqlandi. Ushbu tartib 2025-yil 12-dekabrdan kuchga kiradi va bosqichma-bosqich mamlakat dorixonalarida joriy etiladi. Ushbu videoda biz sizga Dimet platformasidan elektron retseptlar bilan dori farmasi tizimida qanday ishlashni ko'rsatamiz. Elektron retseptlar bilan ishlashni boshlash uchun chek oynasida retsept tugmasini bosing. Bu yerda siz qidiruvning ikki usulidan birini tanlashingiz mumkin: QR kodni skanerlash yoki PIN va himoya kodini kiritish. Shundan so'ng qidirish tugmasini bosing. Tizim Dimet platformasidan topilgan barcha retseptlarni yuklaydi. Tizim retseptni avtomatik tekshiradi va har qanday nomuvofiqlik bo'lsa, tushunarli xato xabarni ko'rsatadi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ekranda batafsil ma'lumot, HPN, dozasi, chiqarilish shakli va miqdori ko'rsatilgan retseptlar ro'yxati paydo bo'ladi. Ma'lumotlarni tekshiring va qo'llash tugmasini bosing. Shundan so'ng tanlangan retsept joriy chekka biriktiriladi va oynaning o'ng qismida retsept tarkibi paydo bo'ladi. Agar HPN bo'yicha dori vositasini tez topish kerak bo'lsa, shunchaki retsept tarkibidagi uning nomini bosing. Tizim avtomatik ravishda uni qidiruv satriga joylashtiradi. Zarurat tugilganda qidiruvga qaytish yoki retseptni bekor qilish tugmalaridan foydalanish mumkin. Endi retseptdagi HPN bo'yicha dorilarni tanlaymiz. Muhimi, tanlangan dorining miqdori retseptda ko'rsatilgan miqdordan oshmasligi kerak. Barcha pozitsiyalar kiritilgach, to'lov bosqichiga o'tamiz. Fiskal chekni chop etishdan oldin tizim retsept bo'yicha dorilar uchun markirovka kodlarini skanerlashni so'raydi. Skanerlash tugagach, chekni chop etish tugmasini bosing va dorim tizimi avtomatik tarzda Dimet orqali retsept ma'lumotlarini tekshiradi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, chek muvaffaqiyatli o'tkaziladi va fiskalizatsiya qilinadi. Muvaffaqiyatli o'tkazilgandan so'ng dorim tizimi Dimetga avtomatik tasdiq yuboradi va retsept hamda chek haqidagi ma'lumotlar tizim bazasida saqlanadi. Bunday cheklar avtomatik tarzda retseptli deb belgilanadi. Dimet bilan integratsiya tufayli elektron retseptlar bilan ishlash jarayoni endi tez, qulay va to'liq dori farmasi tizimi oynasining o'zida amalga oshiriladi. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.